Aktrisa Sitora Farmonova turmush o'rtog'i tashlab ketdimi? Assalomu alaykum, kanalimiz kuzatib boruvchilari, xush kelibsiz. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Sitora Farmonova Xonsaroy direktoriga ikkinchi ayol bo'lib turmushga chiqqan edi. Xonsaroy direktorining birinchi ayoli Farida Kulmatova kundoshi bilan o'zaro ijtimoiy tarmoqda janjallashdi. Xonsaroy direktorining birinchi ayoli Farida Kulmatova ijtimoiy tarmoqdagi Instagram sahifasida turmush o'rtog'idan sovg'a olganini barchaga ma'lum qildi. Turmush o'rtog'iga rahmat aytdi. Qimmatbaho sovg'alar, gullar, oilaviy farzandlari bilan restoranda kechki taom. Bularning hammasini Instagram sahifasiga joyladi. Shundan so'ng kommentariyalarda turmush o'rtog'ingiz bilan yarashib oldingizmi degan savollar ko'payib ketdi. Ot aylanib qozig'ini topadi, jo'jani kuzda sanaymiz degandingiz. Haqiqat aytgan ekansiz-da, Sitorani tashlab ketdimi degan savollar ham, kommentariyalar ham juda ham ko'p bo'ldi. Bunga javoban Farida Kulmatova hali izoh berganicha yo'q. Azizlar, kanalimizdan uzoqlashmang, yulduzlar hayotini yoritib boramiz. Sizga qaysi aktrisa yoki aktyorning hayoti qiziq? Kommentariyalarda o'z izohingizni yozib qoldiring. Biz siz uchun rolik tayyorlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat.